Assalamualaikum qizlar. Bugun sizlarga aytadigan darsim Mahara. Bunun ketadigan un. Kerakli materiallar un deyman. Un, echitqu, shakar, tuxum, sumay, muvofiq su, Su muvofiq darajada. Buningga oldindan bez qilamiz. Quruq chiqarib unni, shakarni, sumayni, echitquni qilamiz. Tuxumni hammani quyib, endi suvni qaranglar. Az-azdan qo'yamiz, juma. Muzdek suv, Bularni aralashtirib xamir oldiga kelamiz, Qattiq emas, yumshoq emas, xamir oldiga kelamiz, Qizlar qaranglar, xamirni ravurus pishiramiz, juma. Pishirib endi mana. Inshaalloh kelgan vaqt juma. Bu xamirni bir qattiq ketmasin, juma. Lag'man xamirdek busli bo'ldi, Bir qattiq ketsa xamir mahranlar yaxshi chiqmaydi bu mahar, Lag'man xamirdek, bo'shroq lag'man xamirdek, ya normal lag'man xamirdek qilsanglar bo'ldi, juma. Qizlar xamirni endi hozir o'rab qo'ymaydi-mi? Bu xamirlar o'rab qo'yib qo'ysam bo'lsin. Bo'lgandan keyin buni shakl keltirib, pishirib ko'raylik. Ana qizlar xamir bo'lgandan keyin ko'rishaylik. Qizlar xamirimizni bo'pti mana endi. Bu xamirimizni biz yana o'xshashla 50 gramdan uzib olaylik. Uzib, zug'ilqib qaranglarni. Qizlar qaranglar, 50 gramdan uzib, men ushiqroq qilaydimi? Zug'ilqib olamiz azonlan. Zug'ilqib buni ishib, tayyor qilib olamiz, Ishib tayyor qilib, andan keyin qisaq bo'ldi, juma. Mana zug'ilqib oldik qizlar, zug'ilqib bo'lgandan keyin buni o'xshashli yana bundoq ishib olamiz, juma. Men ishib hamma tayyor qilib olgandan keyin anki yasay, Qizlar, qaranglar. Mana matrapni o'tirga, matrapni ostiga ishib olamiz, O'sha bir ishib olgandan keyin buni ikki uchini ko'tarib qaranglar. Andan keyin yana o'xshash ishimiz, juma. Obdan ishib olgandan keyin buni qaranglar, shundoq sanlar o'y mahar shakli keldi, Mayani qaranglar. Mana ortig'icha bundoq tiqib qo'ysanglar bo'ldi mana, Mana. Qizlar, mana. Yasab qo'ygan tuxum ko'pib tayyor bo'ldi, Meyimiz qizay debdi endi. Men may qilsam, mana sap pishiraylamdi, May cho'qim normal holat bo'lsin, Qizlar qaranglar, may normal holatda, May cho'pa qiziqib kelsa, pishqanda nima bo'ladi-juma? Chunki may normal sap pishsanglar yaxshi chiqadi. Qizlar mana, Mahara biz pishirsak, yumshoq mahara, yumshoq pishadi. O'tni so'z qilib uzroq pishirsanlar, tamlik pishadi, juma. Mana tasqalda o'tin qiziq ketgan shundan 10 minut atrofida pishib chiqdi. Tushunmagan yerlarni muzokara saloniga chiqib so'rasanlar bo'ldi, juma.